Barchalarga salom azizlar, sizlar bilan Craft Nova. Bugungi videoroligimizda sizlar bilan imperiyamizni quramiz, ya'ni Nova imperiyasini quramiz. Qanday bo'lmasam biz videomizni boshladik. Bo'lmasa birinchi imperiyaga yaxshi bir tekis joy qidiramiz. Topganimizdan keyin videoda yoqamiz. Menimcha mana shu joylar bo'ladi. Endi mana ikkita ham tekislab chiqish kerak. Bo'lmasa biz mana shu yerdan katta devor ko'taramiz. Devorlarni ham qurib chiqdik. Endi mana ularni tekislashgan loylar topdizlar. Imperiya dedim, quloq og'irlar uchun qaytaraman. Imperiya. Videoga like bosamiz, kanalimga obuna bo'lamiz. 1000 ta obunachi erishishimizga ozgina qoldi. Короче, biz maytlar tekislab chiqishimiz kerak. Mana maytlardan tekislab chiqib oldik. Endi maytni to'g'rilab tekislab qurib chiqish kerak. Tekislab oldik. Mana hech qayerga qolib ketmadi deb o'ylayman. Hech qayerga qolmabdi. Endi bayga uy qurib chiqishimiz kerak. Короче, bayga uy qurib chiqamiz endi. Yo, obunachilar kechqurun ham tushib ketdi. Birinchi kunimiz yakunlandi. Mana bunday kichkina andozacha yasadik hamda tekis joy topib tekislab bunday devorlar yasab chiqdik. Ikkinchi qism uchun like bosinglar. 5 ta likedan keyin ikkinchi qismi chiqadi. Videomiz tugadi.